Xo'p, demak 29-savolimizda biror kattalik daftarga 4 ta kesma chizibdi. Har bir kattaning bo'yi va eni 1 santimetrdan deyapti. Birinchi kesma shundan boshlanib shunda tugaydi ekan. Demak, 1/1 degan nuqtani koordinatalar sistemasiga solib chizib olamiz birinchi navbatda. Mana bu x o'qi, bu y o'qi bo'lsin. Bizda qanaqadir 1 va 2 desa koordinatani. Bu x o'qidan 1 dir, y o'qidan 2 degan nuqtani kesishgan nuqtasi mana shu A nuqtani beradi degan ma'noni berib turadi. Hozir birinchi kesma 1/1 dan boshlanadi degani x dan 1 ni belgila, y dan 1 ni belgila va ikkalasini kesishgan nuqtasini nuqta qilib belgila degan ma'noni berib turadi. Birinchi kesma shu yerdan boshlanar ekan va 1 7 da tugaydi ekan. 7 bet bo'lsa, mana x 1, y 7 bo'lsa, mana bu yerda tugayapti. Demak, bu yerda boshlanib bu yerda tugayotgan bo'lsa, kesmaning uzunligi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi kesma mana yerdan boshlanar ekan va 5 va 7 da tugaydi ekan. Ya'ni x 5, y 7 bo'lgan nuqtada tugaydi mana. Bu yerdan boshlanib bu yerda tugayapti. Uchinchi kesma 5 va 7 dan boshlanadi. Ya'ni 5 va 7 mana bu nuqta mana shu yerdan boshlanadi va 5 va 1 da tugaydi. 5 va 1 mana mana. Mana shu yerda tugaydi ekan. Va to'rtinchi kesma esa hosil bo'lgan siniq chizig'ini to'g'ri to'rtburchakka to'ldiradi. Ya'ni mana to'g'ri to'rtburchakka to'ldirish uchun u mana bu kesma bo'lishi kerak. Abror chizgan figuraning o'zini top deyapti. Demak, 1 dan 7 gacha ketayotgan bo'lsa, buni bu tomoni 6 ga teng bo'ladi. Agar 1 dan 5 gacha ketayotgan bo'lsa, 5 dan 1 ayirsak, bu tomon 4 ga teng bo'ladi. Yuzasini topish uchun 6 ni 4 ga ko'paytirib qo'yamiz, 24 chiqadi. Xo'p. Keyingi savol 30-savol. 30-savolimizda 700 kg tuz va suv aralashmasini 24% tuzdan iborat. Ya'ni 700 kiloni 24% tuz. 24 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak, necha kilolik kelib chiqadi? 7 kg 4 28, 7 kg 2 14, 16. 168 kilosi tuz ekan. Tuz. Bu aralashmadagi tuz, ya'ni mana 168 kilo tuzimiz 33,5% bo'lishi uchun unga qancha tuz qo'shish kerak deyapti. Demak, 700 kg tuz va suv aralashmasining 24% tuzdan iborat. Bu aralashmasidagi tuz shuncha bo'lib qolishi uchun, demak suv qo'shmayapmiz ekan, tuz qo'shyapmiz ekan. Hozir mana bu yozuvimizni tengimizda 700 kg dan qanchasi suvligini topib olamiz. 700 dan 168 tuz bo'lsa, 700 dan buni ayirib olsak, qancha bo'ladi? 10 dan 8 dan ayirsak 2, 9 dan 6 dan ayirsak 3, 6 dan 1 dan ayirsak 5. 532 kilosi suv ekan. Endi shu 532 kilo suvimiz o'zgarmaydi. Bu qanchadir foizda qoladi. Endi bu aralashmadagi tuz 33,5% bo'lib qolishi kerak ekan. Ya'ni 168 kilo tuz bor edi. Bunga qanchadir x kilo tuz qo'shganimizdan keyin buni foizi 33,5% bo'lib qolar ekan. 33,5% bu bo'layotgan bo'lsa, 100% bo'lish uchun suvning miqdori unda 66,5 bo'ladimi? 66,5% bo'lish kerak 100% bo'lish uchun. Xo'p, shunda proporsiya qilib ishlaydigan bo'lsak, buni bunga ko'paytmasi, buni ko'paytmasiga teng. 66,5 ko'paytiruv 168 qo'shib x barobar 532 ko'paytiruv 33,5. Mana tenglarni nechamiz? Hop, buni ko'paytiramiz. Keyin buni ko'paytiramiz. Keyin buni ko'paytirib olamiz. Hop, demak, ko'paytirish endi vaqt olmasligi uchun kalkulyatorda bajarib qo'yamiz. Lekin sizlar ko'paytirasizlar. 168, 66,5. 168, 66,5. Yana chiqib qoldi. Hop, buni aytdim, demak 700 kilo tuz bor edi. Tuz va suv aralashmasi bor edi. Hop, mana shuni 24% tuzdan iborat edi. 24% ni topdik, 168 chiqdi. Endi 168 ga qanchadir tuz qo'shganimizdan keyin buni foizi 33,5 bo'lib qolibdi. Demak, 33,5 bo'lsa, 66,5 suv bo'lyapti unda. 700 dan 168 ayirsak, 532 chiqadi adashmasam. Xo'p. Endi yechamiz. 66,5 ko'paytirib 168 qo'shib x barobar 532 ko'paytirib 33,5. Mana. Men baribir kalkulyatorda ishlayapmiz ekan, yozuvimiz o'zgarib ketib qolar ekan, shuning uchun ishlab chiqamiz. 168 birinchi 66,5 ni ko'paytiramiz. Demak, 5 kere 8 40,
5 kere 6 30, 34, 5 kere 1 5, 8, 6 kere 8 48. To'g'ri dilda 6 kere 6 36, 40. To'g'ri dilda 6 kere 1 6, 10. Hop, buni ham ko'paytirsak 8, 0, 0, 1 bo'ladi. 0, 12, 16, 17, 1, 1, 1. Mana shuncha chiqar ekan. Endi navbatda bitta virguldan keyin bitta son bo'lgani uchun chiqqan joyga virgulni bitta yoqqa surib qo'yish kerak. Shunda 1, 1, 1, 7, 2 qo'shilgan 66,5 ni xga ko'paytirsa 66,5 x bo'ladi. Barobar endi 532 ni ko'paytiramiz. 532 ko'paytirilgan 33,5. 5 kere 2 10, 5 kere 3 15 16, 5 kere 5 25 26, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 3 kere 5 15, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 3 kere 5 15. Qo'shib 0, 12, bir dilda 16, 22, ikkisi dilda 4, 9, 18, bir dilda 6, 7, 1. Virguldan keyin bitta raqam bo'lgani uchun bitta surib qo'ysak, bu 17, 8, 2, 2 chiqar ekan. Demak, 17, 8, 2, 2 dan ayrimiz endi mana uni 11, 172 ni. Mana 0, 12 dan 7 narsa 5, 7 dan 1 narsa 6, 1 narsa 6, 6650. 66,5 x barobar 6650 bo'lib qoldi. X topish uchun endi 6650 ni bo'lamiz 66,5 ga. Birinchi mana yarimni virgulni yo'qotib olamiz. Bitta o'nga surib turib, tepaga bittani qo'shamiz. 665 ta 665 ga bo'lsa 1, bu yerda ikkita 0 bilan 100 bo'lib qoladi. Xo'p, demak 100 kilo suv qo'shadigan bo'lsak, 100 kilo tuz qo'shadigan bo'lsak, shunda tuzning miqdori 33,5% tashkil qilib olar ekan. Demak, to'g'ri javob B bo'lar ekan.